Shunda endi umumiy hisoblatchasam chiqsa, расход $100,000 o'tadi da. O'zi O'zbekiston havo yo'llarini uchuvchi bo'lib girish uchun diplom shart emas. Masalan, siz uchuvchi bo'lishni xohladingiz, sho'ra olib boradigan yo'lda ko'pchilik odam taslim bo'ladimi? Uchuvchilikni eng qiyin tomoni nima? Agar uchuvchi hamma narsani to'g'ri bajaradigan bo'lsa, u baxtsiz hodisa bo'lishini shansi почти 0%. Men uchuvchi bo'laman deb turgan yoshlar aslida noni inobat olmaydigan bo'ladi. O'zi bir sohaga ko'p pul ishlashni o'ylab girish to'g'rimi? Любой joy O'zbekiston havo yo'llari uchadigan любой reysda mutlilik topadi. Ya'ni sizlara Bu pensiya yoshi 63 yosh. Maqsadimiz o'zining ilmi, salohiyati, tirishqoqligi, mashaqqati, sabri orqali ma'lum muvaffaqiyatga erishgan insonlarni ommaga tanishtirishdan iborat. hamma umrida bir marta bo'lsa ham samolyotda uchib ko'rgan, lekin hamma ham umrida haqiqiy uchuvchini ko'rmagan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugungi podkastimizni soni mehmoni o'zlarimizning do'stimiz bo'lgan Otabek. Assalomu alaykum Otabek, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Xudo shukr. Ishlaringiz yaxshimi? Xorman ishlar bilan. Rahmat. O'zing to'g'ringda tanishtir. 98-yil Qo'shko'pir tumanida tug'ilganman. Keyin 1-sinfni Maksim Gorkiyda o'qidim. 4-sinfda Krupskiga o'tdim 9gacha. 1-sinf litseyni bitirib Piterga ketdim. Piterda Sankt-Peterburgский государственный университет гражданской авиации bor, SPBGUga. Shu yerda 1 yil o'qidim. Akademiyskiy olib Ukrainaga перевод etdim. Ukrainaning Xarkov shahridagi Xarkovский национальный университет воздушных силda fakultet гражданской авиацияда o'qidim. Перевод etib, bakalavr diplomini oldim. Praktikani Sloveniyada etdim. 200 soat uchish kerak edi. Yani ko'pchilik odamda shunday tushuncha bor. Uyindagi bolasi masalan uchuvchi yoki kosmonavt bo'laman deydigan bo'lsa, ota-onasi aytadi, "O'tir, masalan, sen otanang uchuvchi bo'lmoqchi bo'lsa, masalan, u sohalarni tushunmasa, deb turib, uni xohishini so'ndirish harakat qiladi." Masalan, uchuvchi bo'lish uchun xohish bo'lishi kerak, lekin undan tashqari harakat ham kerak. Ya'ni nechta harakatlar bo'lishi kerak? Masalan, o'qish tomonlamami yoki ishtiyoqmi? Masalan, o'qish tomonlama. Aynan qaysi sohalarni yaxshi o'qishlar kerak? O'qish tomonlama, til bilish kerak. Rus tili, ingliz tili, fizika, matematika. Endi rus tili balkim boshqa davlatlarda kerak bo'lmas, lekin O'zbekistonda kerak bo'ladi. Deyligin men masalan uchuvchi bo'lishni xohladim. Shu fanlar menda zo'r. Yana nima kerak menga masalan sog'liq jihatdan? Sog'liq bo'lishi aniq. Sog'liqni hamma yerini tekshiradilar. Boshdan oyoqqacha har xil doktorlar tekshirib chiqadi. U psixolog ham kelib, masalan sizda uchuvchi bo'lish xohish qachon paydo bo'ldi? yosh vaqtimda bilmayman qachon paydo bo'lgan, to'g'risi. Shu prosta yosh vaqtimda maktabga borib yurgan vaqtlarimda где-то 4-sinflarda edi. Bo'ldi, uchuvchi bo'laman deyman. Kimdir undadimi shu narsaga sizni? Hech kim indamadi. Masalan shu o'zim bo'laman shu narsaga. Masalan shu yosh vaqtingizdagi uchuvchini tasavvur qildingiz, masalan uchuvchi bo'lishni, hozirda real uchuvchilikka keldingiz. Shuning o'rtasida farq bormi? U men yosh vaqtimda tasavvur etgan uchuvchini obrazi yillar davomida o'zgardi. O'zgarib, shu o'zim tasavvur etgan, oxirgi yillarda tasavvur etgan uchuvchi obrazim bilan bir xil. Ya'ni masalan nechta shakllarga girdi deydigan shu yillar davomida. Masalan siz o'zi nechta obrazni tasavvur qildingiz, nechta o'zgarib keldi bu narsa? Polyada kukuruznikda dorsab yurgan bratlardi. Polyada o'ris bratlar yurar edi, anikida kukuruzda narsa sotib, men shularni ko'rganman, uchuvchilar shunday bo'ladi deb o'ylardim. Keyin yillar davomida ular endi anikka kukuruznik endi uchuvchilik yo'lini boshlagan odamlar bo'lgan. Keyin yillar davomida o'rganasan, bilasan, qarasang, ular boshlang'ich uровень ekan shu vaqtdagi. Hozirgi uchuvchilar nima deb tushuntirsam bo'ladi. Ofisniy работникка o'xshab ketadi, prosta grafik yo'q. Hozir masalan aynan shunchalik yo'l bosib o'tildi. Oxirgi uchuvchi bo'ldingiz. Hozir bu sohada sizni nima ushlab turibdi? Kunda masalan shu ishga borish uchun nima turtki bo'ladi? Har bir reysning o'zini zavqi bor-da. Masalan, bir yere uchmagan joyga uchadigan bo'lsang, kutib turasan shuni nechik bo'ladi ekan polyot. Navla bo'ladi ekan, bu yerga borgandan keyin nechik bo'ladi ekan. Sizda masalan shu har bir borgan shaharga yoki davlatingizga aylanib yurish imkoniyati bo'ladimi? Nera borganligini qaraydi, nechik reyslikini qaraydi. Masalan, bizani направлениялар bor.
определенное направление, Indiya, Moskva, shunga o'xshash направленияларда qolamiz. Shunda esa u grafika sig'adi, 12 soatlik ish grafikina sig'adi o'n reysda borib, обратно qaytib o'sha usped etamiz. Lekin uzoqroq, masalan, Jidda, Bangkok, Phuket, Istanbul, uzoq masofali reyslarda 12 soatli ish grafikini ko'rilmaganligimiz uchun qolamiz orada. Har xil kun qolamiz. 1 kun, 2 kun, 3 kun, bir hafta qolishimiz mumkin. Qolib bemalol aylanib kelsa bo'ladi. O'zi masalan bu kollej yoki litsey davridan institutda topshiradigan bo'lgan davracha vaqt chatib o'tdi masalan. Aynan siz shu Peterburgda o'qish bog'liqini neda ma'lumotga ega bo'lasiz? Masalan, siz uchuvchi bo'lishni xohladingiz, sho'ra olib boradigan yo'lda ko'pchilik odam taslim bo'ladi. Donishlardan so'rab, har xil hammadan so'rab ko'rdim. U donishlardan. Ya'ni qaysi donishlar? Aeroportda ishlagan donishlar. Demak, sizni aeroportda ishlagan donishlar. Atamni donishib oldi. Shu vaqtda shu so'rab berdi. Shu aytdi, Peterda o'qish bor, sho'ra borib o'qib kelib ishga kirsa bo'ladi deb. U qarasam lekin qurib Peterda emas ekan, hamma yerda bor ekan. Ya'ni nelarda bor shu yoshlar yaxshi nima bo'lardi? Hozir ko'p O'zbekistonning o'zida 2-3 xil varianti bor. Ya'ni O'zbekistonning o'zida ham hozir uchuvchi tayyorlaydigan, ya'ni passajirskiy uchuvchi tayyorlaydigan nelar bor? Institutlar bor. Гражданский uchuvchi tayyorlaydigan shu Turinda, Turin Politexnika universiteti bor, Toshkentda. Shu yerda 2+2 programmasi bo'yicha bor. Amaliyotni endi o'tiydi. 2 yil O'zbekistonda o'qiladi, 2 yil Yevropada. Yevropaning qaysi davlat? Fransiyada bo'lishi kerak. Fransiyada bo'lishi kerak. Yana qaysi Turindan boshqa nima? Politexda bor. Politexda emas, transportniyda bor. Transportning universitetida shu yerda fakultet bor. Verdan 2+2. Verdan 2+2, verda Koreyaga yuboriladi. Lekin to'g'risi kontrakt pulini bilmayman, kontrakt yaxshiroq bo'lsin. Lekin mut yo'li bor. O'zbekistonda uchuvchi bo'lishni tekin mut yo'li bor. Nechik yo'li? Shu yerni yaxshilatib eshitasizlar, aziz bir lifehack bo'ladi. Shu lekin mut yo'li bo'lsam, uzunroq yo'l bo'ladi. 4 yil o'qib, texniskiy bakalavr yo'nalishida diplom olish kerak. Bakalavr diplomini olib, O'zbekiston Airways Training Center bor. Saytiga kirib, har yili 2 yo 3 marta nabor etadilar. Naborundan o'tib, O'zbekiston Airways Training Center naborundan o'tgandan keyin shularning o'zlari mablag' ajratib o'qitib olishadi. Yevropada bor. Hozir siz aynan qaysisini ko'pincha tavsiya etasiz? Aynan o'zlarimizda o'qiganmi yoki chetda boshqa yerda o'qiganmi? U ham shu mablag'ga borib taqaladi. O'zi hisob kitobi nedanchi? Masalan, Rossiyani oladi. Rossiya eng populyarni, O'zbekistonda eng ko'p boradigan joy, eng ko'p studentlar, eng ko'p pilotlar Rossiyada tayyorlanib keladi. Masalan, Sankt-Peterburgskiy государственный университет гражданской авиацияni oladigan bo'lsak ham, Respublikani oxirgi eshitgan ma'lumotimga ko'ra 10 million rubl bo'lishi kerak bu yerda. 100 ming dollardan o'tadi-da. U polni o'qib chiqishida ham polni o'qib chiqish 5 yil. Adashmasam, bu yerda 5 yil. Faqat xohishni o'zi kifoya qilmaydi ekan. Agar kimni uchuvchi bo'lish xohlaydigan bo'lsa, 100 mingdan ostan chet olib qo'yarasiz, ota-onalar eshitib o'tirsizlar. Yo'q, bu yerda lekin undan tashqari yana usullar bor. Rossiyaning o'zida har xil училищеlar bor. Adlari aniq yodimda yo'q hozir. Бугурусланское лётное училище гражданской авиации, Сасовское лётное училище гражданской авиации, shunga o'xshash училищеlar ko'p. Bu yerda arzonroq. Shunda esa bakalavr diplom berilmaydi bu yerda. Bu diplom bilan nechta mutaxassis bo'lsa bo'ladi? O'zbekiston havo yo'llarini uchuvchi bo'lib girish uchun diplom shart emas. Litsenziya kerak. Litsenziya kommersiya pilota degan bor, CPL. Shu litsenziya kerak. Shu bilan bemalol uchuvchi bo'lib ishga kirsa bo'ladi, lekin kapitan bo'lib bo'lmaydi. Aynan o'sha litsenziyani olish uchun nega olsa bo'ladi u litsenziyani masalan? Shu aytib turibman-ku, Rossiyada, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbek. Yo'q, bu litsenziyani nima uchun beradilar deylik? Agar o'qimaydigan bo'lsa, amaliyot o'tgani uchunmi yo nima? Uchish kerak. ICAO bor, Международная организация гражданской авиации. Shuni standarti bo'yicha pilotlarning hammasida shu aytganim CPL degan litsenziya bo'lishi kerak. Kommersiy pilot litsenziyasi. Shu litsenziya bilan любой davlatda, любой aviakompaniyaga ishga kirsa bo'ladi. Amerikadan tashqari, Amerikada o'zlarining trебованиялari bor. U yerda 1500 satuşkan bo'lishi kerak. Deylik, hozir agar bakalavrni bitirib keladigan bo'lsa, necha преимущество bo'ladi? Bir dona преимуществоsi kapitan bo'lib qoladi, boshqa преимущество. Kapitan degan endi o'zi bu uchuvchilik sohasida zvaniyalar bor ya. Necha bo'ladi? Ikkinchi pilot bor, o'ng tarafda o'tiradi. Keyin komandir korabля bor. Komandir воздушного судна chap tarafda o'tiradi. Hamma javobgarlik komandirda bo'ladi. Reysni bo'lishi, pogodani tekshiradi. Xalq tilida aytganda bosh uchuvchi bo'lib bilmaydi. Главный uchuvchi bo'lib bilmaydi. Yo'q.
Postoyanlı yardımcı olub çıxışı gerek. Əgər institutunu bitirməyən olmasa. O, 3 il işlərini bitirədən bolsa, ya koru Avropada aviaşkolada uçub gəlib lisenziya yapgan bolsa. Özü məsələn uçuşlarda hərbilədiyin zvaniyalar varmı? Yox. Yox. Yox, bunun nizvaniya yox. Zvaniya. Yox. Ulada nə ola var məsələn? Staj varmı? Elə bir tayfalara bölünəm ola? Kateqoriyalar bölünədi. İki kateqoriyalar. Birinci tayfalı uçuş, ikinci tayfalı uçuş, üçüncü tayfalı uçuş. O nə bilan gəladi o? Müəyyən bir ekzamen tapşırış gərəkmi yoki staj bilanmı? Staj bilən, 2 saat uçqanı bilən. 3000 saat uçqandan keyin, 5000 saat uçqandan keyin aşınır. Hər. Doğru, əgər şu sət uçub bərədən olmasa, tayfa aşıb bara verədi. O. Əməliyyata çıxış dövrün çıxıb olan. Mən əməliyyatını həməsini Sloveniyada ötkən mən, Mariborda. Kiçkinə bir motorlu samolyotda başlandı. Mənim uçqan samolyotum Tecnam Pimentor deyən samolyot idi. Toza, 1 il boğana dəli çıxqandan. Başda instruktor bilan uçuladı. 20 saat. 20 saat uçulğandan keyin, əgər instruktor oladı desə, doğru gələdi desə, bir özünü uçuruşa çıxarıb verədilər. Başda şu aeroportun ətrafında 5-6 krug atırladı, bir özü heç kimsiz gəlib qonadı. Keyin уже дальше başqa uzaqraq məsafələrə bir özü uçuşa təyərlədilər. Məsələn, neçə yılını yoki ya bir sətni özü üçün aladı onlarsa? Hər il var. Adamın üzünə bağlıq. Məsələn, 1,5 ildə tam etib getsə olar. 1,5 ildə lisenziyanı alıb getsə olar. Siz içərli vaxt davam etdiniz. Mən oxuşum 4 il oldu, lisenziya alışım 2023-cü yılını yanvarında getgən bolsam, 2024-cü yılın noyabrında tam etib gəldim. 2 lisenziyamla şurada PPL, CPL lisenziya, onun içine girədi, onun reytinglə, baş reytinglərlə mən alıb gəldim şu yılda. Şunda общий hesabda 4 yıl deyin okudunuz. Uçucu buluş üçün. Şunda indi ümumi hesabda çıxsam nə çıxdı sizə? Расход. Ümumi hesabda aytqanda şu aviaşkolanın üzünə, praktikanın üzünə где-то 70 min getdi. Praktikanın üzünə, yəni şu 1,5 yıl yürgənizin üzünə 70 min getdi. Euro. İndi 1 yıl başlayıb 70 min euro getdi. Keyin ondan təşqarı Ukraynada oxuğan 4 yılım var. 2,5 min euro getdi. Şu Ukraynada oxuğan. Ukraynada hər bir yıl özü kontrakt. 2,5 min dollar getdi. O, kontrakt. Şunda aslında onu əməliyyatına getədən. O, əməliyyatına getdi. Ən qimmat əməliyyat, ən qıynama əməliyyat. Məlikəli ən normalisi o. 150, 160, məlik arzan variantı. 250 min dollar bulub getədi. Məsələn, Emirates Training Center var ku. Emirates Fly Emirates aviakompaniyasının özünün training center var. 250 min dollar şurada oxup çıxdı. Общий əməliyyatınıza 70 min çıxqan olsa, hər bir yıl oxuşunuz üçün kontraktına 2,5 mindən törəyən bolsanız. Gəlin yılda şunu özünü kapla basa oladı. Məsələn, hər bir biznes oladı ku. Kəmpılı neçə ildə qayıtıb gələdi deyə. İşte məsələn, azı bizə atanlar güzətib oturtdu. Əgər balasına deyilik plus minus 100 min ətrafında tikədən bolsa şu pulunu neçə ildə şunu qaytara basa oladı mənə. Aviasiyada başında pul işləş qıyın. Stajyor olub, ikinci pilot olub gələn adamla köp uçuşu gerek üzünü şu təcrübəsi asıl. O Köprak təcrübə artdırış pilotun özünə bağlıqmı? Yoki ona pilotun özünə bağlıq. Reca qoyub bərlədi, şundan çıxıb getməsi məcbur olamın çıxı olar. Əgər pilot özünü yaxşı tərəfdən göstərsə, şu stajyorski pilotla vaxtında yaxşı tərəfdən göstərsə, instruktorlara, komandirlara, tezraq komandir olub getiş şansı köpəyədi. Məsələn, mən Danidon adamla var, 2000-3000 saat uçub, ucu komandirlıqa layiq balla, ucu komandirlıqa tərlanıb. Yenə bir ola var, ucu pensiya yaşına gələn hər ikinci pilot. Deyilik, şunda plus minus ildə bir 5-6 ildə qayıtıb basa olamaq şu 100 min. 5-6 ildə olar da mənəsə. Şunda oxuş 4 yıl, ki yenə bir 6 illik qoşadan basaz, 100 minləriz 10 ildə qayıtıb gələdə gəldi. Birinci mərtə samolyota çıxqan vaxtınız yadınızdan? Birinci mərtə özünüz üçün başqarış üçün çıxdınız. Necə bolğan məsələn təəssürat? Birinci mərtə çıxqanımızda şu həmmə teoriyanı tam etdik, simulyatorunu tam etdik. Keyin boş samolyotda uçuş gerek. Line training deyilədi o. Boş samolyotda aerodromu ətrafına aylanamız. Mən yenə bir şerikim vardı. İkimiz çıxdıq, keyin 2 dənə instruktor oturardı. Taşkentin aerodromunun ətrafında 6 krug atilədi. Palasa konuladı, yenə uçulub getilədi. Palasa konulub uçulub getib korobka deyilədi o nəsə, məşğulatla. Ya hazıram məsələn samolyota mingənizdə həyəcan bolamı ya ucu yoxalıb getdi? Yox, ucu həyəcan yoxalıb getdi. Şimdi maşınla neçə minsən samolyota şimdi minib bilinməyəm o. Köpçülük adamla uçucularını zor adamla olsa gərək də bu idi. Məsələn, onlarla ya bir görüş mümkün emas. Yəni niyə çətib ürgəndim. Sizin özünüzdən məsələn bir özgəçə adamla his qılamı?
Yo'q, shu oddiy odamman. Shu aeroportning yonidan borsangiz yurimiz Toshkent aeroportining yanında. Agar masalan uchuvchilikni tanlamayingizda kim bo'lar edingiz? O'zi masalan ish sohani tanlagan vaqtimda bo'ldi jonima deydi deb turib chiqib ketishni o'ylamsiz? Yo'q, men uchuvchi bo'lmasam o'ylaganman. Yosh vaqtimda ana Sherlock Holmes'ni ko'p ko'rar edim. Shu an detektiv bo'lasim kelar edi men. Uchuvchi bo'lmasam detektiv bo'lar edim. Uchuvchilikka bir o'qishini girgandan keyin shuni qachondir bir tashab ketish ishtiyoqi bo'lganmizda. Yo'q, Xohish paydo bo'lmadi. xohish paydo bo'lmagan. Ichida qiyinchilik bo'lsam, nima bo'lsam xohish paydo bo'lmagan. O'ylamaganman. Odamlar o'sha bizlar o'xshagan oddiy odamlar uchuvchilikni qaysi tomonini bilmaydi deb o'ylaysiz. Ya'ni uchuvchilarga xos bo'lgan o'sha bir nyuans bo'lishi mumkin yoki bir narsa bizlar ular zamonchilik bo'lib tuyuladi, lekin aynan Nima aytdim-ku hozir? Pashi uyda bo'laman har hafta 2-3 kun, 4 kunlab dedim-ku. Meni samolyotim deyman shundan. Airbus'larda o'yin emas. Airbus'chilar to'xtamay uchadi. Kichkina samolyot bo'lgani O'zbekistonning ichida ham ko'p uchadilar. Shu o'zi pilotlar rostdan ham sen o'ylaganing bo'ladi-dan. Ko'pisi o'yinda pashti bo'lmaydi. Bizda 3 xil samolyot bor O'zbekiston Airways'da, Airbus 320. Lekin ko'pchilik shunday, ko'pchilik o'yinda kam bo'ladi. Ko'rib bizning atrofdagi 70 odam o'yinda ko'p bo'ladi. Shunda bizning samolyot katta-ku, borib kelamiz. Ular to'xtamay qatnaydi. Даже o'yinda bir oyda bir hafta bo'ladi maksimum. o'zi ish rejimi nechsizlarda? Nechacha ishlaysizlar? Bir aniq bir rejim yo'q. Bizlar shu oldindan pal ishi kuni ish soatda shu reysda uchib ketasan deb keladi. Tayyor bo'lib o'tiramiz, borib uchib kelamiz. Masalan, har xil bo'lishi mumkin. Deylikna hafta davomida Hafta davomida 2 reys bo'lishi mumkin, yo 1 reys bo'lishi, yo 3 reys bo'lishi mumkin. Aytib bo'lmaydi. umuman 3000 ga olishingiz ham mumkinmi? Hafta davomidami? Ha. O'nin kamdan kam bo'ladi. Pashti hech bo'lmasa 1 reys bo'ladi hafta davomida. U bir reys necha vaqtni olishi mumkin masalan? Maksimum 12 soatni oladi. 12 soat. Hop. Uchuvchilikni eng qiyin tomoni nima? Masalan, bilim tomonlamami yoki sizlar haddan tashqari bosimdami yoki shuncha odamni mas'uliyati ista bo'lganimi? Qaysisi eng qiyini? Samolyotda turgan 200 dan ko'p odamni hayoti shular qo'lida bo'lgani, shu ba'zi bir mas'uliyati bo'ladi. Samolyotda Ha. qandaydir bir baxtsiz hodisa kuzatilishi qay darajada uchuvchiga bog'liq? Agar uchuvchi hamma narsani to'g'ri bajaradigan bo'lsa, u baxtsiz hodisa bo'lishini shansi почти 0%. Samolyotni sistemalari dublirованный bo'ladi. Masalan, bir sistema отказ etsa, ikkinchi sistema olib ketadi u narsani. U samolyot o'zini o'zi ishlamay qolishi degan Deylik, masalan, ob-havoni hisob olmagani boshqa ob-havoni kuzatishi mumkin emasmi? ob-havoni biz hamma hisob olamiz. U eng kerakli narsa. Shu uchdan oldin brifing atiladi. Shu brifingda marshrut bo'yicha, uchalon marshrutimiz bo'yicha bo'lgan hamma ob-havoni birma-bir ko'rib chiqamiz. U iloji yo'q u yomon ob-havo kirib ketishni. Masalan, xarakter jihatdan qanday odamlar вообще uchuvchi bo'lib bilmaydi. Hamma bo'lib biladi, u qiyin ish emas. Men uchuvchi bo'laman deb turgan yoshlar aslida noni inobat olmay turgan bo'ladilar. Aldindagi qiyinchiliklarni inobat olmay turgan bo'ladilar ular. Ya'ni necha qiyinchilik kutib turibdilar oldinda. Oldinda o'qishni qiyinchiliklari kutib turibdi. Masalan, o'qish jarayoni o'zi, masalan, siz yana uchuvchi bo'lish uchun harakat qilib boshladingiz. Sizga agar qiyinchilik darajasi bilan qo'yadigan bo'lsa, bu yerda o'qishga girish uchun bo'lgan qiyinchiliklar bor, oldingizda, keyin o'qish davomidagi qiyinchiliklar bor, oxirgisi masalan amaliyot jarayonidagi qiyinchiliklar. Shu uchisini inobatga olganda qaysisi eng siz uchun qiyin bo'ldi? Men uchun eng qiyini Sloveniyada o'qib yurgan vaqtda ekzamen topshiriladi. 13 ekzamen. Teoretik ekzamen, u praktika emas. Praktika oson. Praktika oson. Praktikani qiyin joyi yo'q. Namorat praktika oson. Hop. O'sha 13 dana teoretik ekzamen topshiriladi. 13 fandan eng qiyini shular. Rostdan. O'zi uchuvchilar nechta fandan o'rganadi? Eng kerakli fanlarni aytadigan bo'lsam, aerodinamika, navigatsiya, meteorologiya, eng kerak 3 shu. Keyin yana boshqa fanlar bor, ular vtorostepенный. O'zi bu sizni hozir tanlagan sohangiz sizni uyqungizga, sog'liqqa yoki kunlik rejimingizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Men shu yerga borsam, O'zbekistonning sati bilan yashashga harakat etaman. Masalan, O'zbekistonda kech bo'lsa uxlashga, azon bo'lsa turishga harakat etaman. Shuning uchun
Mende hazırcha jet lag unchalik güçlü derecede ta'sir etib turgani yo'q mana hazırcha. Oilaviy hayotda bu kasb qiyinchilik tug'diradimi? Именно bizani samolyotning spetsifikatsiyasi, oilaviy jihatda hech nechta ta'sir etmay turgani. Airbuschilarda esa qiyin. O'zi shu samolyotni turlarini bir qisqacha tushuntirib ket bizlarga. Tushuntiradi Ya'ni bo'lsam, O'zbekiston havo yo'llarida shundaymi? Bormi? O'zbekiston havo yo'llarida 3 xil samolyot bor. 3 xil samolyot bor, nechik. Airbus 320, Boeing 767, Boeing 787. Airbus 320 ni o'zida 321 ham bor. İkisi почти bir samolyot. Просто 321 uzunroq variant 320. 320 kichkina samolyot. Относительно kichkina вам. Kichkina degani endi u qay darajada? Masalan, u necha passajir sig'adi, qancha passajir? O'rtacha Airbus 320 ga 150 yaqin passajir, 320 ga 150 yaqin passajir sig'adi. Bizda Boeing 767 ga 247 passajir sig'adi. 247 passajirdan 264 passajirgacha sig'adi konfiguratsiyaga qarab. И Dreamliner'dan shu 270-280 yaqin passajir sig'adi. Airbuslar ko'pincha shu yaqin masofalarga uchish uchun. Toshkent Urganch ko'pincha Airbus qatnaydi. Toshkent Andijon, Toshkent Samarqand. Hammasi Airbus. Katta samolyotlarni uzoq masofaga qo'yadilar. Toshkent Moskva, Toshkent Jidda. Aynan shu katta samolyot bilan. Lekin u deganim Airbus 320 Toshkent Moskva qatnamaydi degani emas. Ular ham qatnaydi, lekin biza O'zbekiston ichida почти uchunmiz. Sizni masalan ish karyerangiz davomida qattiq qo'rqqan holatingiz bormi? Qattiq qo'rqqan holatim bo'lgan. Praktika vaqtimda Sloveniyada Xorvatiyaning ustida uchib borayotgan vaqtda instruktor bilan adamalam. Jolli turbulentda tushdik. Kichkina samolyot, 2 odamlik samolyot. Biznikilar kukuruznik deydi. Turbulentность novligini tomoshabinlar tushuntirib ketadi. Turbulentностni eng ongsiz tushuntirishni nov desam bo'ladi. Sovuq havo oqimi bilan issiq havo oqimini bir-biriga to'qnashsa, shu yerda aralashib ketadi. Masalan, issiq suv bilan sovuq suvni aralashtirsang ham bir-birini ondattirib, tanada o'xshab ketadi. Tushunarli. O'sha joyda samolyot uchish qiynaladi. Bizning tilda aytganda g'oltin bo'ladi. Masalan, issiq havo zichligi kam bo'lgani uchun qanot pastga tushadi, sovuq havoning zichligi ko'p bo'lgani uchun tepaga ko'tariladi. Shuna borib kelib turaveradi samolyot. Bu masalan birovlar aytadi kichkina samolyotda Baltankaga tushdim deydi. Bundan bo'ldi deydi. U farqi yo'q. Katta samolyotmi, kichkina samolyotmi, shu yerda turbulentность bo'lsa, shu yerda tushsa, hammasina bir xil ta'sir etadi почти. U masalan samolyot uchib boradigan yerida bir cho'kib o'zini holatida davom etib ketadimi yo o'shada to'xtab qoladimi? Yo'q, g'oltonga tushgandan keyin davom etaveradi. G'oltonga tushib ketgan. Samolyotlar bilinmaydi почти. Ya'ni hech nechga undan bir reysdan chiqib, yo'q. Nosozlik bo'lmaydi samolyotda. Yo'q. Xo'sh, holatdan yetib qo'rqdingiz keyin. Jolli bo'ldi u. 2 motorli samolyot, 2 odamlik samolyot, 1 motorli. Instruktorim o'tiribdi o'ng tarafda, men chap tarafda. Birdan boshlandi. Hech nechik bulut yo'q. Hech nechikna yo'q. Clear air turbulence deyiladi. Birdan boshlandi. Shu kuchlilikdan samolyotning o'sha depasida bosirilib turgan oynasi bo'ladi. Shu oynaga kalla deyib bo'ladi. Deyib o'tibdi. Keyin chatib chiqib ketdingiz shu holatda. Keyin o'zi davom etdik. U instruksiya bo'yicha ham o'zi davom etish kerak. U depaga chiqsang undan betar bo'lishi mumkin, pastga tushsang undan betar bo'lishi mumkin. Prosta davom etasan, shu 5 minutlardan keyin chiqib ketdik yerdan. O'zi bu sohaga ko'p pul ishlashni o'ylab girish to'g'rimi? Yo'q, ko'p pul ishlayman deb girishni o'zi xato. Shunday desa, ishga girishni o'zi problema. Shu meni shu pilot bo'lishim achagan vaqtda eng qiyini ishga girish. Deylik, masalan, sizlarni o'qishda necha bola o'qiydi? Yo'q, bir dona men o'zim bo'ldim. Ya'ni bir dona o'zingiz o'qiydingiz. Yo'q, 30 dona odamdan bir dona pilot bo'ldim. Shu yerda yo'qlarmi? Zo'r gap lekin. Yo'q, 30 bola bor edi, 30 yaqin bola bor edi. 30 bola bor edi. 30 yaqin bola bor edi. Hozircha men bir o'zim pilot bo'ldim. Uchib yuribman. 2 bola Uz Airways training centerda o'qib yuribdi. Keyingi yil tayyor bo'ladi. Keyin yana bir bola Silk Aviaga ishga girdi. Hozircha uchib boshlamadi, endi uchib boshlaydi.
O indi siz bilan birinchi kursdan boshlagan O, bolalar. birinchi kursda men bilan boshlagan bolalar shular. 30 bola ichida. Masalan, uchuvchi bo'lib turib, necha oyda yoki yilda masalan Toshkentning markazida 3 xonali kvartira olsa bo'ladi. Ikkinchi pilot bo'lib ishlab boshlagandan keyin, shu где-то 6-7 yildan keyin agar yemasang, ichmasang, giyinmasang olsam bo'ladi. Yana necha ustunliklar bor uchuvchi bo'lishni, deylik siz masalan ish tomonlama yuqori oylikdan tashqari yana no'lar bor, sotsial paketlar. Mut bilet beriladi. Nera? Ha? Nera beriladi mut bilet? Любой joy O'zbekiston havo yo'llari uchadigan любой reysa mut bilet olsa Ha, bo'ladi. ya'ni sizlara Oila a'zolari. ichki oila a'zolari to'liq. O. Endi oila a'zolarim deganda aka-ukalar girmaydi. Shu opasi, akasi, xotin, bola chaqasi shulara mut bilet beriladi. O'zbekiston havo yo'llarining Ichida. yo'q, O'zbekiston havo yo'llarining uchadigan любой marshrutini. Ha, любой Toshkent marshrut. Nyu-York bo'lishi mumkin. Toshkent Andijon farqi yo'q. Havo yo'llari. Vizani o'zgarib beradimi? Yo'q, vizani o'zing olasan. Lekin Uzerways'ning pilotlari bor. Boeing 787 Dreamliner'da Toshkent Nyu-York qatnaydigan pilotlar bor. Shular viza bilan borib keladi. Viza olish kerak Amerikaga. O'zi vizasini olib boradi. Pilotlara, maryaklara beriladigan vizani oldi. Shu vizani olib borib keladilar. Shu vizaga qarashadi. Uzerways olib beradi shu vizani. Shu dokumentlar tuziladi. Masalan, shunda yaxshi oylik, uyindagilari mut bilet necha yilda pensiya chiqasan? Bu pensiya yoshi 63 yosh. Ya'ni ular masalan hech gражданскийlardan farq qilmaydi. Yo'q, pensiya yoshi bizda 63 yosh. Lekin ba'zi bir doktordan o'tish qaraydi. Agar masalan 50 yoshini yetib doktordan o'tolmay qoladigan bo'lsa, spesat etadilar. Sizlarda masalan men eshitishim bo'yicha doktorning qattiq tekshiriladi. Necha vaqtdan bir o'tib turasiz doktordan? Doktordan 6 oydan bir o'tamiz. Bu chuqurlashtirib o'tiladi, nechik bo'ladi? Masalan, sog'liqni u sferal tekshiriladi. Sog'liqda ko'proq yurakka ahamiyat beradilar. Yurakka, keyin zreniya, ko'zni tekshiradilar. Eng asosiy yurak bilan ko'z. Endi yurak bilan ko'zi sog'lom bo'lgan odam qancha menimcha sog'lom bo'ladi yana bir. Masalan, bir bola uchuvchilikni tanlab shu oxiri pilot bo'lish narsasiga keldi. Uni oldinda nechta tanlovlar bo'lishi mumkin? Deylik, nechta karyera kutib turibdi uni? Bizning O'zbekistonda imkoniyat ko'p. O'zbekistonda darrov kattaroq samolyotda ishga girish, karyerniy rost bo'lishi yaxshiroq. O'zbekistonda karyerniy rost bor. Yo'q, o'zi masalan O'zbekistonga kelib turib Uzerways'da ishlashi majburmi yoki yo'q. nechta tanlovlar bor oldinda? O'zbekiston havo yo'llaridan tashqari Uzerways'dan tashqari Qanot Sharq bor, Centrum bor. Ular ham bemalol отборdan o'tib, ishga girib, ular tanlagan shu masalan Centrumga ishga girdi deymiz. Centrumni u yerda samolyotlar ko'p. Airbus 320, Airbus 330, Boeing 767 bor. Ular shu qaysi samolyotda ko'proq pilot kerak bo'lsa, o'zlari shu samolyotni o'qitib oladilar keyin. Masalan 320 ko'pincha kerak bo'ladi pilot, shuni o'qitib oladilar, shunda uchadi. Masalan, bir bola deylik shu uchuvchilik sohasini tanladi. Kontraktda deylik 100 million to'lab o'qidi. Oxiri yakunda shu uchuvchilikni tanlamay ketganlar ham bormi? Yo'q, men unday odam bilman, shu pul chiqarib o'qigandan keyin hamma shuni chiqarish uchun ishga kirgan menimcha. Lekin 100 ming emas, где-то 20 ming dollar chiqarib tashlab ketganlarni bilaman. Bir odam uchuvchi bo'lsa harakat qildi. Keyin oxiriga kelganda deylik sog'liqi yoki boshqa narsa. O'zi siz uchuvchilikka o'qib turib faqat uchuvchi bo'lib qolishga majburmisiz yoki shu aviatsiya sohasida boshqa yerlarni tanlasam bo'lamaydi shu diplom bilan? Men diplom bilan injener bo'lsa bo'ladi. Injener bo'lib ishga kirsa bo'ladi, mexanik injener bo'lib. Neda ishlaydi ularni? Uzerways Technics bor. Shu yerda samolyot remont etadigan organizatsiya. Bo'lim. Shu yerda samolyotlarni remont etsa bo'ladi. Uchuvchi bo'lishni orzu qilib turgan bolalarga o'zingizni maslahatingiz? Ko'p o'qish kerak, to'g'rimi? Harakat etish kerak. To'xtab qolmaslik kerak. Masalan, qiyin bir vaqtlar bo'ladi, shu qiyinchiliklar vaqtida yoqmay qoladi. Balki o'ylanib qolasan, balki men xato etdimmi bu ishni. Menda bo'lganda shunday. O'ylanib qolganman, xato etdimmi yo.
bilinməmək, axırınacha bar ölinməmək bu işində. Geçim bilən məsələn ertəngisi günü ekzamen bolardı. Bir həftə oturub təyarlanardı. Geçim bilən uxlamayın. Uxlamaslık üçün içərdim, Red Bull içərdim. Bir banka, şu bir blok Red Bull'una gəlib qoyardım, ondan şu içib geçim bilən uxlamayın dərs təyarlab çıxardım. Ekzamen bolşan, bir həftə qaldı. Düşünsə bunun 2 ekzamendəyim mən. 2000 yaxın savol boladı hər bir ekzamende. 2000 yaxın savalla təyarlanıb baş gərək. Bu savallarını özün düşüngən təqdirindən, düşünəsən, biləsən şu savalını, yadlamasan qıyın. Şu savalın cavablarını yadlab çıxaradım. 2000 savalın hər bir ekzamende 13 ekzamen bolsa 2000 saval da aladan bolsan 26000 saval yadlab çıxqanman. Bir həftə qalanda toxtamayın geçin bilən oturub savala cavab yadlaraydım. İndi vukur məndə Sloveniyada, Avropada, Rusiyada onun boluşu mümkün, ansatrak boluşu mümkün. Məsələn, parvoz etken vaxtında adamların gündəlik təşvişləri gitcək qalab dedi, şu rast mı? Məsələn, bir özünün şəxsi həyatından çekingenliğin bolasan. Naskолько это правда? Rutinli iştin bob qaladdan o parvoz deyən нәрsə. Məsələn, indi sizlərə bir başqaça нәрsə bob görsəniş mümkün. Samolyotunu başqar, samolyotda uçuş, başqaça. Bizə üçün şu avtobus saydı ola bilən bir xildiniz, lan. Ularım smenasını çıxadı. Əkin, barışı maşının zapravka tikərəyinliğine. O, prosta səl, atetsiniz köprak, cavabkarlik köprak. Əgər yaş Atabekni uçuratqanızda, ona no deyən bolar ediniz. Şimdi mənim en kəttə etken xatam şu, Rusiyaya getişim boğandan. Doğru Avropaya getib ya doğru Amerikaya getken bolardı. Uçuşuluk boluşu üçün. Üçün başda Rusiyaya getib oturmalısıydınız. O. Şimdi o anda praktika həmərsi İngiliz dilində boladı. Hər il dövlətlər uçsa boladı yerdə. Məsələn, Rusiyada praktika ötüşdə quru Rusiyanın içində uçular. Avropada Rusiyanın özünü pişkinəməz. O. İmенно şunun üçün. Yox, bu məsələn uçuşçuluq siz üçün addi bir kəsb mi, yoki həyat tərzi mi? Uçuşçuluq addi kəsb bu bilməyir də. Uçuşçuluq həyat tərzi bu aslında. Siz bir 70 yaşınıza girdiniz. Arkağa məsələn sizin uzun karyeraya qarağan vaxtında Atabek Novlanı üddələyən boşu gərəkədi. Şu mən evet oylamasaydım hazır stajyorski reyslə vaxtında oylanıb qaldım. İnstruktor boluşdu xaxlayman. Yaş pilotlarını, yaş uçuşlarını öyrətişini xaxlayman. Mən hazır əvvəlki arzuyum prosta uçuşçu boluşadı. Uçuşçu bolsam yetərdi şuma deyə oylardım. Hazır instruktorumu gördüm. İnstruktoruma həvəs etib mənim özüm instruktor bolasım gəlib durdu. İndi mən instruktor boluşum üçün köp vaxt gərək, köp nəsə öyrənişim gərək, köp oxuşum gərək. Ansat işməz. Mən hazır arzuyum, taza arzuyum. Şimdi əvvəlki arzuyum mətib oldum, taza arzuyum instruktor boluş. İndi blitz savalla var. Tünmü yoki gündüzgi reys? Tüngi reys. Turbulentness mı yoki texnik nasazlik korku? Texnik nasazlik. Səbəb? Turbulentnessdan getib qasa boladı, qaçsa boladı, çıxıb getsə boladı. Texnik nasazlik boladı olmasa qıyın. Ən çıraylı mənzərə qaysız? Tacikistanın üstündə tağla var, zor tağla. Kar boluyub, xoşuna olub duradı. Ən uzağa uçqan reysiniz qaysı? Ciddi 8 saat. İndi ciddi uçuşuzu kəmrak. Gədə 5 saat olacaq. Prosta bizə Türkiyənin üstünə alan ötkəmiz üçün 8 saat var. Ən zerikərli parvaz qaysı? Zerikərli parvaz yox. Pilot boluş zor. Bu mif mi ya, fakt mı? Fakt o. Pilot boluş zor. Məndə savallar özünü xəyasına yetdi. Sizə Atabek rəhmət kətdə, gəliniz üçün. Bizə acıratqan vaxtınız üçün razı olasınız. Oylayman, yaşlaram, siz bərgən məlumatlar əsasında köplər uçuculuq doğrusunda faydalı bilimlərə ega oldular da oylayman. Sizə kətdə rəhmət. Sizlərə rəhmət kətdə, çağırğanları üçün. Podkastımızda bu sanam özünü xəyasına yetdi. Keyingi sallada qaysı kəsb vəkillərini alıb çıxışını istəyirsizlər, kommentariyada yazıb qaldırınlar. Bizlərə abunə oluşdu və köplər bizaqla yazısını yanlarınızdan çıxarmalılar.